Hozirgi kunda kadastr sohasi bilan bog'liq bo'lgan eng ko'p uchrashuvchi savollardan biri, ya'ni hokim qarori asosida bir necha yil avval yer maydoni uy-joy qurish va foydalanish uchun doimiy foydalanish huquqi asosida ajratib berilgan bo'ladi va ushbu yer maydoni hozirgi kungacha hech qanday qurilishlar amalga oshirilmagan va ushbu yer maydonini kadastr qilib to'liq rasmiylashtirib olishga harakat qilishadi. Ko'pchilikka ma'lum, hokim qarori to'liqligicha mulk huquqini bermaydi, ya'ni bu mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun asos hisoblanadi. Mulk huquqi qachonki davlat ro'yxatidan o'tgandan keyingina vujudga keladi. Ya'ni bu holatda hokim qarorining o'zi, ya'ni yer sizga to'liq tegishli ekanligi uchun asos bo'la olmaydi. Endi shu sababli ham ko'pchilik o'sha kadastr qilib davlat ro'yxatidan o'tkazishga harakat qiladi va hech qanaqangi qurilish qilinmagan shu bo'sh yerni o'zini kadastr qilib davlat ro'yxatidan o'tkazishga harakat qilishadi. Bu holatda siz kadastrga ariza topshiradigan bo'lsangiz, kadastr arizangizni rad qiladi. Sababi, ya'ni siz kadastr qilishingiz mumkin qachonki siz ushbu yerda loyiha hujjatlarini rasmiylashtirib, uni tuman arxitektori yoki gastindan, ya'ni obyomga qaragan holatda u narsa o'zgaradi. Ruxsat keltirilgandan keyin qurilish ishlarini boshlab, qurilish ishlari yakunlangandan keyingina siz obyektni foydalanishga topshirish va kadastr pasportini shakllantirib, mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish masalasi bo'yicha ariza topshiradigan bo'lsangiz, o'shandagina kadastr organlari u narsani, ya'ni obyektni qurilish tugallangan obyektni foydalanishga qabul qilish to'g'risida ruxsatnoma beradi, kadastr pasportini shakllantiradi va mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazadi. Va o'shandagina sizga mulk huquqi vujudga keladi shu yer maydoni va bino inshootga nisbatan. Yer maydoniga faqat doimiy foydalanish asosida huquq beriladi. Undan tashqari yana aytib o'tish kerak, kadastr pasporti bu bino inshootnigina texnik hujjati hisoblanadi. Ya'ni kadastr pasportini o'zi mulk huquqini bermaydi va kadastr pasport qachon shakllantiriladi, aytganimdek, o'sha yer maydonida bino qurilgan bo'lsa, lekin sizda hech qanday bino qurilmagan bo'lsa, mana bu holatda siz kadastr pasportini shakllantirish, davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha murojaat qila olmaysiz. Endi yana bir yo'li mavjud, ya'ni siz hech qanday qurilish qilmagan bo'lsangiz ham mulk huquqini olishingiz mumkin. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Ya'ni yer uchastkasi bu holatda xususiylashtiriladi. Yer maydoni yer uchastkalarini, ya'ni qishloq xo'jaligi mo'ljallanmagan yerlarni xususiylashtirish to'g'risidagi qonun bor. Ya'ni ushbu qonun asosida amalga oshiriladi. Siz davlat xizmatlari markazi orqali ariza topshirasiz, ya'ni yer uchastkasini xususiylashtirish bo'yicha. Ariza topshirganingizdan keyin vakolatli organ arizani o'rganib chiqib, talablarga mos keladigan bo'lsa, sizga xususiylashtirib berishi mumkin bo'ladi. Endi xususiylashtirish uchun ham ba'zi bir to'lovlar mavjud. O'sha to'lovlar amalga oshirilgandan keyingina siz o'sha yer uchastkasini xususiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bunda yer uchastkasi boshqa hujjatlarda aytaylik, doimiy foydalanish asosida ko'rsatiladigan bo'lsa, bu holatda xususiy mulk sifatida ko'rsatiladi. Va bu holatda siz qurilish qilmagan bo'lsangiz ham yer uchastkasini o'zigagina mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tkaziladi va uni hech kim sizdan olib qo'ya olmaydi. Siz bu narsani hech qanday qurilish qilmagan bo'lsangiz ham bo'sh yerni o'zini oldi-sotdi, hadya yoki boshqa tarzda realizatsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga ham xuddi shu va shunga o'xshash masalalar bo'yicha kadastr sohasi yoki boshqa umumiy sohalar bo'yicha amaliy yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.